Savol. Assalomu alaykum. Ma'lum ayol farzand ko'rmaganlikdan erning urug'i bilan sun'iy urug'lantirish usuli bo'yicha homildor bo'lib, bir farzand ko'rgan. Ma'lum muddatdan keyin vafot bo'lgandan keyin ayoli yana bir farzand ko'rishni orzu qilib, burunqi urug'lantirgan doktorxonaga borsa, erining burunqi qatimda saqlab qo'yilgan urug'i orqali urug'lantirib qo'yish mumkinchiligi borligi aytilgan. Bu tariqada o'lib ketgan erining urug'i bilan farzand ko'rsa bo'lamdi? Javob. Va alaykum assalom. Ba'zi bir ahvollarda tug'maslik yoki farzand ko'rolmaslik sababini faqatla erning spermasidagi urug' bilan ayolning tuxumchisini balyatqu sirtida shishida birlashtirib, tan sirtida homila, ya'ni probirga bo'qi yetishtirib, homilani ayolning balyatqusiga ko'chirib, balani tug'dirish orqali davolag'ili bo'ladi. Bu davolashda eshib qolgan urug'lar keyincha foydalanish uchun alohida to'nglatquda saqlanadi. Shar'iy hukmga kelsak, Islom fiqh akademiyasi va Islom tadqiqot akademiyasi qatorliq islom dunyosidagi eng oliy kollektiv fatvo organlarining bu xususdagi qarorlarida kelganidek, bu xil davolash zarur topilganda urug' shu ayolning erining urug'i, tuxumchimi shu erning ayolining tuxumchisi, tuxumcha va urug' ilingan vaqt bilan ishlatilgan vaqt shar'iy nikoh holati bo'lishi, ikki tarafning roziligi keyin to'ralma ko'chirilgan balyatqo'mi shu erning ayolining balyatqusi bo'lish sharti bilan joiz bo'ladi. Mazkur davolashdan eshib qolgan urug'ni va tuxumchini shundaqla to'ralmalarni saqlash, bo'libmi er va ayolning vafotidan keyin saqlash, urug', tuxumcha va to'ralmalarning savallikdan yoki qasddan boshqalarnikiga aralashib ketishiga yoki setilib insonlikning hurmatining yo'qolishiga va boshqa turli ijtimoiy axloqiy paragandachilikka yo'l ochadi. Shundaqla erning vafotidan keyin saqlangan urug'ni, ayolning vafotidan keyin saqlangan tuxumchini ishlatib farzand ko'rish ham harom bo'ladi. Uningdan tug'ilgan farzandning nasabimi u erga tutashmay, valadi zinodakla bo'ladi. Chunki o'lim bilan shar'iy nikoh oyoqlashgan bo'lib, u urug' u ayolga nisbatan yot bir erning urug'i, tuxumchimi u erga nisbatan yot bir ayolning tuxumchisidir. Natijada bu qilmish inson fitratining va nasabining bulg'anishiga olib boradi. Nikohning o'lim bilan oxirlashganligining isboti shuki, mubodo ayol o'lsa, eri u ayolning hamshirisi yoki hammasini nikohlab ola oladi. Agar burunqi nikoh o'lim bilan oxirlashmaydigan bo'lsa edi, ularni nikohlab ola olmaydi. Yana kelib, bu xil davolash farzand ko'rolmaslik sababidan joiz qilingan bo'lib, eri tugab ketgan ayol keyin boshqa bir erga nikohlanib, shu erdan farzand ko'ra oladi. Allah eng to'g'risini bilguchidir. Fatvoda Dr. Abdul Aziz rahmatulloh.